Assalomu alaykum, hurmatli talabalar. Bugungi fors tilidan o'tiladigan mavzuyimiz bu fors alifbosidagi nun, vov, hoy havvas va harflari hamda ularning yozilish qoidalariga bag'ishlangan. Ho'p, rejaga ko'ra, demak, bugungi mavzuyimiz rejasi quyidagicha: nun harfi, uning yozilishi va ulanishi, shuningdek vov harfi yozilishi va bog'lanishi, hoy havvas harfi uning yozilishi va ulanishi, harfi yozilishi va ulanishi. Hop, demak, nun harfi uning yozilish va ulanishidan boshlaymiz. Nun harfi, hop, demak, o'zbek tilidagi ne tovushini ifodalaydi. Hop, bu ham to'rt xil ko'rinishga ega: alohida, so'z boshi, so'z oxiri, so'z o'rtasi va so'z oxiri. Hop, nunning so'z oxiridagi va alohida shakllari, bular ham satr ostida yoziladi. Asosiy qismi boshlanishi satr ustida. E, So'z boshi va so'z o'rtasidagi qismi esa bular satr ustida yoziladi. Hop, demak, uning ustida faqat bitta nuqta bor. Masalan, biz ba'zan ba, ta, sa harflariga ham e, nima qilib o'xshatib yozishadi, lekin ulardan farqli. Masalan, ba'da nuqta pastda bo'lsa, nimada nunda nuqta yuqorida va uni mana bu yarim oy shaklidagi satr ostidagi ko'rinishi bu, demak, nimalardan farq qiladi? Ba, ta, sa harflaridan yoki e, ya harfidan farq qiladi. Ozgina o'sha yarim doira, yarim oy shaklini bergan. Ho'p, endi buni masalan o'rta asrlarda O'rta Osiyo, Eron va uni Nahr xattotlari nun harfini e, yozgan paytda yoziladigan ko'rinishlarni turli xil shakllarda amalga oshirganlar. So'z oxirida kelganda masalan yoy shaklida yozilib, ustida bir nuqta qo'yishgan masalan. Ba'zi hollarda nunning nuqtasi harfning asosiy qismiga qo'shib yoziladi. Shunga o'xshagan, masalan, Hasan mana yozilgan. Yaxshi ko'rinadimi? Demak, Hasan degan so'zda biz masalan mana shu e, o'ziga xos bir xususiyatini ko'rishimiz mumkin. Ho'p, demak, keyingi harfimiz bu vov. O'zidan oldingi harfga qo'shilib, keyingisiga qo'shilmaydigan harflardan bittasi. Bu demak yettinchi harf desak bo'ladi. Fors alifbosidagi, agar arab alifbosiga qarasak, bunaqa ikki tomondan ikki xil ko'rinishdagi harflar oltita, fors tugmasida yettita, bu ham ni hisobiga. Ho'p, u ikki xil demak ko'rinishi alohida va bog'langandagi ko'rinishi bor. Shu chiziqdan pastda tushirib yoziladi. Bir nechta tovushni ham ifodalaydi. Masalan, so'z boshida yakka o'zi kelganda v undoshini ifodalaydi. Masalan, vaqt so'zini yozsak. So'z o'rtasi va oxirida kelganda ham asosan v tovushini anglatadi. Misollar savdo so'zida kelgan. Va vav harfi so'z boshida alif bilan birgalikda va u un, unlilarni ham ifodalaydi. Masalan, o't so'zida avgustni forchasi bor, o't deb aytiladi. Shunda biz buni nimasini ko'ramiz. Ho'p, mana mashqlar ham berilgan. Ho'p, ho'p, biz demak mashqlarga e'tibor beramiz va u va e, u, ya'ni u unlilari so'z oxirida va o'rtasida kelganda hech qanday vositachi harfsiz vov harfining o'zi yozilaveradi. Uning
u, u yoki v ekanligi so'z ma'nosiga qarab aniqlab olinadi. Masalan, ovqat, zavq, qavm va hokazo. Xo'p, yana ba'zi bir so'zlarga ham e'tibor beramiz. Mana vaqt, vale, vazir so'zlarida ham demak vov harfi bu yerda v harfini ifodalaydi. Endi mana bu so'zlarda kelganda vov u harfini ifodalaydi. Masalan, do'st, angur, mush, ro'z, tavsif, rohruv, beruv. Demak, tavsif, rohruv, beruvda u harfini ifodalaydi. Endi hoy havas harfiga kelsak, biz hoy havas haqida ham yuqorida gapirib o'tdik, chunki h harfi bilan ularni nimasi talaffuzi bir xil, shu uchun bu haqda ham bir to'xtalib o'tdik. Ho'p, hoy havasning yozilishi va ulanishiga qaraymiz. Hoy havas arab fors alifbosidagi 31 harf bo'lib, har ikkala tomondan keluvchi harflarga bog'lanadi, ulanadi. Ham demak alohida so'z boshi va so'z oxiridagi shakllari satr ustida yoziladi. Faqat so'z o'rtasidagi shakli bu ham satr ustida, ham satr ostida yoziladi. Xo'p. Demak, biz ho bilan bog'liq boshqa harflar bilan ulanishini ko'rsak, masalan, moh so'zida, tavajjuh so'zida, arabcha va forscha so'zlarda so'z oxirida kelganda unlisini ham ifodalaydi. Masalan, marre, muhokame. Hoy havazning bosma va yozma shakllari bir-biridan farq qiladi. Hoy havaz so'z boshida kelganda bosma shaklida quyidagicha yoziladi. Mana yozilgan, bu yerda ham roh. Qo'lyozmalarda ham uni o'zini shakli bor, lekin bu shakl bu yerda qanaqa bo'lishi mumkin? hoy havazni ifodalash uchun bitta ilmoq hosil qilinib, satr chizig'idan pastda o'ngga tomon qaratilgan kichkina virgul shaklidagi belgi qo'yilgan. Masalan, hijron so'zini ko'ryapmiz. Ba'zan bularni tushunmasa o'qish qiyinroq bo'ladi. Voy havas harfining demak so'z o'rtasidagi ko'rinishlari yozma va bosmada o'zaro farq qiladi. Bosma holatda demak mana bunaqa shaklda bo'lsa, yozma usulda mana ikki xil shakli ko'rsatilgan. Bular demak barg shaklida yoki qandaydir bir gulga yoki ko'sakka o'xshagan shaklga ega. Demak, bu o'ziga xos shakllarni beradi. Shunga qo'lyozma bilan shug'ullanuvchilar shunga e'tibor berish kerak. Ho'p, demak, endi H harfi demak mana bu so'zlar orqali yana ifodalangan. Haft, hazor, shahr, shuhrat, bahor, sipoh, podshoh yoki mana so'z oxiri lola, to'da, sodda, gufte, ro'znomi so'zlar orqali. Ho'p, endi keyingi harfimiz bu Y harfiga e'tibor beramiz yoki yo harfi deymiz. Bu harf o'ng va chap tomondan kelgan harflarga qo'shib yoziladi. 4 xil yozilish shakliga ega. Ho'p, yo harfining yakka hamda so'z oxiridagi shakllari satr chizig'idan pastda tushirib yoziladi. Harfning so'z boshi va o'rtasi shakllariga o'xshash, lekin nuqtaning miqdori va o'rni bilan ulardan farqlanadi. Bu harfning ikki nuqtasi bor va ular e, ta harfiga teskari holda e, mana bu shaklda yoziladi, ya'ni pastida yoziladi.
So'z boshi, ya harfi so'z boshida yeni ifodalar yoki yek, bu fors tilida yekni ifodalasa, so'z o'rtasida ey diftongini ifoda etadi. Masalan, biz yekni ko'rgan, bu yerda maydon, so'z oxiridagi, demak, so'z oxirida um, so'z oxirida demak i undoshini ifodalaydi. Tokay, ye, masalan, so'z boshida demak i unlisini ifodalaydi. Giron, masalan, so'z o'rtasida va oxirida cho'zib i unlisini ifodalaydi. Shirin, i tovush birikmasini ifodalaydi. Uchinchisi bu demak jomiy so'zida yoki lutfiy so'zida. Yo harfi o'ng va chap tomondan kelgan harflarga qo'shib yoziladi. To'rt xil shakli, demak, bu yerda biz ko'rib o'tdik buni. Uh, Va bunaqa so'zlar bor. Injo, dir, diydan, si. Shu harflar orqali hamda yek, yog'och, yoftan, siyosat, siyoh. Ey diftong tovushini ifoda etadi. Ayvon hamda ayvon so'zida. Demak, mana bu harflarni ham biz yakunladik. 32 ta harfni ko'rib chiqdik fors tilida. Demak, budan biz fors alifbosini yakunladik. Hop, salomat bo'linglar. Keyingi darsda uchrashguncha xayr.